Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, tom ma'noda har biringizga tegishli bo'lgan bir masalani muhokama qilaman. Bu ehtimol hayotingizni tubdan o'zgartirishi, orzularingizni amalga oshirishi mumkin bo'lgan jiddiy moliyaviy imkoniyatlar haqida. Ko'pchilik moddiy qiyinchiliklar, o'z biznesini boshlash uchun sarmoya yetishmasligi, ta'lim olish imkoniyatlarining cheklanganligi yoki shunchaki oilaviy byudjetdagi doimiy bosimdan azoblanadi. Bugungi suhbatimiz aynan shu muammolarni hal qilishga yordam beradi. Chunki hozirgina xalqaro hamkorlardan har bir kishiga jiddiy to'lov yoki imkoniyatlar haqida yangiliklar paydo bo'ldi. Bu sizning kelajagingizga taalluqli bo'lgan o'ta muhim ma'lumot. Shunday ekan, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Bu ma'lumotni o'tkazib yubormang, chunki u sizning hayotingizdagi yangi sahifani ochishi mumkin. Muammoning mohiyati, avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, keling, avval qanday bo'lganini eslab o'taylik. An'anaviy ravishda xalqaro moliyaviy yordam, grantlar yoki sarmoyalarga kirish ancha murakkab va cheklangan edi. Ko'pgina hollarda bunday mablag'lar faqat yirik davlat loyihalari, katta korxonalar yoki tashkilotlar orqali taqsimlangan. Oddiy fuqaro, kichik tadbirkor yoki talaba uchun ushbu resurslarga bevosita murojaat qilish deyarli imkonsiz edi. Jarayonlar murakkab, byurokratik to'siqlar ko'p, hujjat ishlari chig'iriq, ma'lumot olish esa juda qiyin edi. Odamlar ko'pincha bu imkoniyatlar mavjudligidan ham bexabar bo'lishardi. Chunki ma'lumotlar kamdan kam hollarda keng jamoatchilikka yetkazilardi. Xalqaro hamkorlik darajasi ham hozirgidek yuqori emas edi. Bu esa mavjud moliyaviy oqimlarning hajmini va turini cheklab qo'yardi. Natijada juda ko'plab yaxshi g'oyalar, tadbirkorlik tashabbuslari yoki o'qish istaklari moliya va yordam yo'qligi sababli amalga oshmay qolaverardi. Bu esa jamiyatning rivojlanish sur'atlariga salbiy ta'sir ko'rsatib, iqtisodiy o'sishni sekinlashtirardi. Biroq so'nggi yillarda vaziyat tubdan o'zgardi. Global iqtisodiy o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot, shuningdek jahondagi yangi chaqiriqlar, iqlim o'zgarishi, pandemiyalar, mintaqaviy nizolar xalqaro hamjamiyatni birgalikda harakat qilishga undadi. Natijada xalqaro hamkorlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro taraqqiyot agentligi USAID, Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati GED, shuningdek Osiyo taraqqiyot banki va boshqa ko'plab davlatlarning rivojlanish agentliklari, masalan, Koreya xalqaro hamkorlik agentligi KAG, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi JIJA o'z moliyaviy va texnik yordam dasturlarini kengaytirdi. Bu dasturlar nafaqat davlat darajasida, balki bevosita aholiga, kichik va o'rta biznesga, yoshlarga, ayollarga, qishloq xo'jaligi subyektlariga, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalariga ham qaratilgan. Bu o'zgarishlarning sabablari xilma-xil. Birinchidan, rivojlanayotgan mamlakatlarning barqaror taraqqiyotini qo'llab-quvvatlash istagi. Ikkinchidan, xalqaro hamkorlar global muammolarni hal qilishda mahalliy tashabbuskorlarning rolini tobora ko'proq anglamoqdalar. Uchinchidan, mamlakatlar o'zaro ishonchni mustahkamlash, iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirishga intilmoqda. Natijada xalqaro tashkilotlar o'z loyiha faoliyatlarini yanada shaffofroq va kengroq qilishga majbur bo'lishmoqda. Bugungi kunda ma'lumot olish ancha osonlashdi. Onlayn platformalar orqali murojaat qilish imkoniyatlari kengaydi. Hatto maxsus konsultatsiya markazlari va axborot resurslari ham paydo bo'ldi. Bu esa har bir fuqaroga, tegishli mezonlarga javob bersa, ushbu jiddiy moliyaviy imkoniyatlardan foydalanish yo'lini ochib berdi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanish kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Har bir kishiga degan ibora. Albatta hamma uyda o'tirib o'z hisobiga pul kelishini kutish kerak degan emas. Bu jumlani to'g'ri tushunish juda muhimdir. Har bir kishiga degan ibora bu imkoniyatlar spektrining juda keng ekanligini, ya'ni turli xil ehtiyojlarga va maqsadlarga ega bo'lgan ko'plab insonlar, tashkilotlar va loyihalar uchun mavjudligini anglatadi. Bu universal mablag' taqsimoti emas, balki aniq belgilangan mezonlarga javob beruvchi shaxslar yoki tashkilotlar uchun keng ko'lamli moliyaviy yordam shakllaridir. Siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsalar to'lovlarning turlari, grantlar. Bu qaytarilmaydigan moliyaviy yordamdir. Ular odatda ilmiy tadqiqotlar, ijtimoiy loyihalar, ta'lim dasturlari, atrof muhitni muhofaza qilish, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish yoki notijorat tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladi. Eng muhimi, siz loyiha taklifingizda belgilangan maqsadlarga erishsangiz, bu pullarni qaytarishingiz shart emas.
Bu tadbirkorlar, olimlar, faollar va talabalar uchun ajoyib imkoniyatdir. İki imtiyozli kreditlar. Bu past foiz stavkalari, uzoq muddatli to'lov shartlari va ba'zida imtiyozli davr. Ya'ni dastlabki bir necha yil foizsiz to'lash yoki umuman to'lovdan ozod qilinish bilan ajralib turadigan kreditlardir. Ular odatda qishloq xo'jaligi, sanoat, energetika, infratuzilmani rivojlantirish kabi iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridagi yirik loyihalar yoki kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun beriladi. Oddiy tijorat kreditlaridan farqli o'laroq, bu kreditlar ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga yo'naltirilgan bo'ladi. 3. Stipendiyalar va o'quv dasturlari, xalqaro tashkilotlar va fondlar ko'pincha chet elda o'qish, malaka oshirish, stajirovka o'tish yoki ilmiy daraja olish uchun to'liq yoki qisman qoplanadigan stipendiyalar taklif qiladi. Bu ta'lim olishga intilayotgan yoshlar uchun shubhasiz hayotiy imkoniyatdir. Texnik yordam va konsalting. Bu to'g'ridan to'g'ri pul mablag'i bo'lmasa-da, ayniqsa kichik biznes va loyiha tashabbuskorlari uchun juda qimmatlidir. U mutaxassislarni jalb qilish, o'quv seminarlarini tashkil etish, maslahat xizmatlari ko'rsatish va texnologiyalarni transfer qilish orqali loyiha yoki tashkilotning salohiyatini oshirishga qaratilgan. 5. Ijtimoiy himoya dasturlari, ayrim xalqaro tashkilotlar, masalan UNICEF, Jahon oziq-ovqat dasturi, kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bor shaxslar, yordamga muhtoj bolalar uchun bevosita moliyaviy yordam yoki oziq-ovqat mahsulotlari, tibbiy xizmatlar kabi ijtimoiy yordam dasturlarini amalga oshiradi. Bu dasturlar ayniqsa qiyin vaziyatga tushib qolgan insonlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Mablag' manbalari, yuqorida aytib o'tganimdek, bu BMTning turli agentliklari, UNICEF, UN Women, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, EBI Islom taraqqiyot banki, Yevropa ittifoqi, USAID, GZ, Koreya xalqaro hamkorlik agentligi qo'ygan. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi kabi hukumatlararo va nodavlat tashkilotlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ayrim davlatlarning elchixonalari ham o'zlarining kichik grant dasturlarini taklif qilishadi. Kim xavotirlanishi kerak? 1. Ma'lumotni e'tiborsiz qoldiradiganlar. Bu kabi imkoniyatlar har doim ham ochiq va keng tarqalgan bo'lmaydi. Ulardan bexabar qolish eng katta xato bo'lishi mumkin. 2. Firibgarliklarga uchraydiganlar. Afsuski, bunday katta miqdordagi mablag'lar haqida gap ketganda har xil firibgarlar paydo bo'ladi. Ular sizdan pul talab qilib, garov yoki komissiya uchun xizmat haqi so'rashadi. Eshiting. Hech qachon qonuniy grant yoki imtiyozli kredit dasturi sizdan avans to'lovini talab qilmaydi. Agar talab qilinsa, bu albatta firibgarlikdir. Hujjatlarni to'g'ri tayyorlamaydiganlar ariza berish jarayoni talabchan. Agar hujjatlaringiz to'liq bo'lmasa, loyiha taklifingiz yomon yozilgan bo'lsa yoki mezonlarga mos kelmasa, arizangiz rad etiladi. 4. O'z loyihalarining hayotga tatbiq etilishi mumkinligiga ishonmaydiganlar. O'z g'oyalariga ishonmaslik va harakat qilmaslik mavjud imkoniyatlardan foydalana olmaslikka olib keladi. Kim xavotirlanmasligi kerak? Bir faol va izlanuvchan insonlar kimki yangiliklarni kuzatib borsa, rasmiy manbalardan ma'lumot qidirsa, talablarni diqqat bilan o'rgansa, bunday imkoniyatlarni topishga muvaffaq bo'ladi. 2. Tayyor g'oyalari va loyihalari borlar. Agar sizda yaxshi biznes reja, ijtimoiy loyiha g'oyasi yoki aniq ta'lim maqsadlari bo'lsa, sizning imkoniyatlaringiz ancha yuqori bo'ladi. Xalqaro hamkorlarning ustuvor yo'nalishlarini tushunadiganlar. Agar sizning loyihangiz xalqaro tashkilotlarning rivojlanish maqsadlari, masalan, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, gender tenglikni ta'minlash bilan mos kelsa, sizning arizangiz ko'proq e'tiborga olinadi. 4. Hujjat ishlari va byurokratiyadan cho'chmaydiganlar arizani to'ldirish va hujjatlarni yig'ish biroz vaqt va sabr talab qiladi. Kimki bunga tayyor bo'lsa, xavotirlanishi shart emas. Bir necha aniq real hayotiy misollar. Misol 1. Qishloq ayol tadbirkorlari uchun grant. Faraz qilaylik, Stora ismli ayol Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida yashaydi. U kichikroq tikulik sexini ochishni orzu qiladi, lekin moliyaviy resurslari yetishmaydi. U o'z viloyatdagi xalqaro ayollar uyushmasining, masalan, UN Women bilan hamkorlikda ishlaydigan mahalliy NND qishloq ayollari tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturi haqida eshitadi. Dastur doirasida har bir loyiha uchun 5 mingdan 10 million AQSh dollarigacha bo'lgan grantlar ajratiladi. Mezonlar ayol bo'lishi, qishloq joyida yashashi, tayyor biznes rejaga ega bo'lishi, kamida o'ta ish o'rni yaratishga va'da berishi. Stora dasturga ariza topshiradi.
biznes rejasini taqdim etadi va intervyudan o'tadi. U 7000 AQSh dollari miqdorida grant oladi. Bu mablag'ga bir nechta yangi tikuv mashinalari sotib oladi. Xomashyo oladi va 3 ta yordamchi ayolni ishga oladi. Natijada uning biznesi kengayadi, daromadi oshadi va u mahalliy iqtisodiyotga hissa qo'shadi. Bu yerda grant qaytarilmaydi, lekin Stora dastur talablariga muvofiq o'z loyihasining rivojlanishi haqida muntazam hisobot berib turishi shart. Misol 2. Qishloq xo'jaligi korxonasi uchun imtiyozli kredit. Samarqand viloyatidan Akbarjon fermerlik bilan shug'ullanadi va zamonaviy sug'orish tizimlarini joriy etib, hosildorlikni oshirishni xohlaydi. U katta miqdordagi mablag'ga, masalan, 20.000 AQSh dollariga muhtoj. Oddiy tijorat banklari yuqori foizlar va qisqa muddatlar taklif qilganligi sababli. U Jahon banki yoki Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki EBRD tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish dasturi haqida eshitadi. Bu dastur doirasida fermerlarga 35% yillik stavkadan 5-7 yil muddatga imtiyozli kreditlar beriladi. Dastlabki 2 yil esa imtiyozli davr hisoblanib, faqat foizlar to'lanadi yoki umuman to'lovdan ozod qilinadi. Akbarjon bankka murojaat qiladi, loyiha taklifini, biznes rejasini va yerga egalik huquqi hujjatlarini taqdim etadi. Bank uning loyihasini tasdiqlaydi va unga 20.000 AQSh dollari miqdorida imtiyozli kredit ajratadi. Ushbu mablag' evaziga u tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatadi. Bu esa suvni tejashga va hosildorlikni 2 barobar oshirishga yordam beradi. Bu misolda ham jiddiy mablag' jalb qilingan, ammo u qat'iy mezonlar va qaytarilish majburiyatini talab qiladi. Misol uchun, talabalar uchun xalqaro stipendiya dasturi. Toshkentlik talaba Dilnoza Germaniyada IT sohasida magistratura o'qishni orzu qiladi. U da AAD, Germaniya akademik almashinuv xizmati tomonidan taqdim etiladigan stipendiya dasturi haqida bilib oladi. Bu dastur yuqori akademik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan talabalarga mo'ljallangan bo'lib, ular uchun o'qish to'lovlari, yashash xarajatlari va tibbiy sug'urta to'liq qoplanadi. Shuningdek, har oylik stipendiya, masalan, 860 yevro beriladi. Dilnoza ingliz tilini yaxshi biladi. Baholari a'lo, u o'zining motivatsiya xatini va tavsiya xatlarini tayyorlaydi. U tanlovdan muvaffaqiyatli o'tadi va Germaniyada to'liq moliyalashtiriladigan magistratura dasturiga qabul qilinadi. Bu misolda ham to'lov bevosita hisobiga pul tushish shaklida emas, balki to'liq moliyalashtirilgan o'qish imkoniyati sifatida namoyon bo'ladi. Bu ham juda katta miqdordagi moddiy yordamdir. Misol, dard ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun yordam. Qashqadaryoning Olis qishlog'ida yashovchi yakka ona Maftuna 2 farzandini boqishda qiynaladi. U UNICEF, BMTT bolalar fondi yoki Jahon oziq-ovqat dasturi kabi tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladigan Vulnerable Family Support, zaif oilalarni qo'llab-quvvatlash dasturi haqida biladi. Bu dasturlar ko'pincha mahalliy hokimliklar va ijtimoiy xizmatlar orqali amalga oshiriladi. Maftuna mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiladi. U orqali uning ehtiyojlari baholanadi. Natijada u har oy oziq-ovqat mahsulotlari, savatchasi yoki kichik miqdordagi naqd pul yordamini, masalan, har bir bola uchun 50 AQSh dollari ekvivalenti oladi. Shuningdek, bolalari uchun kiyim-kechak va maktab anjomlari bilan ta'minlanadi. Bu to'g'ridan to'g'ri moliyaviy yordam, ammo faqat aniq belgilangan ijtimoiy mezonlarga javob beradigan oilalarga beriladi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, har bir kishiga to'lov deganda hech qanday shartlarsiz umumiy pul berish emas, balki juda keng spektrdagi shaxslar va loyihalar uchun mavjud bo'lgan aniq mezonlar va shartlarga ega bo'lgan moliyaviy va boshqa yordam imkoniyatlari tushunilishi kerak. Shuning uchun bu ma'lumotlarni o'rganish va ulardan samarali foydalanish har bir fuqaroning o'ziga bog'liq. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har bir ulkan imkoniyatda bo'lgani kabi, xalqaro hamkorlardan kelayotgan moliyaviy oqimlar bilan bog'liq bo'lgan ba'zi istisnolar, potensial tuzoqlar va unchalik aniq bo'lmagan nuanslar mavjudki, ularni bilish juda muhimdir. Bularni tushunish sizni yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolardan himoya qiladi va muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini oshiradi. Qoidalardan istisnolar 1. Yuqori darajada maqsadli dasturlar. Ba'zi dasturlar shunchalik tor doiraga yo'naltirilganki, ular faqat ma'lum bir geografik hudud, masalan, Orolbo'yi mintaqasi aholisi uchun aniq bir demografik guruh, masalan, nogironligi bor ayollar, yosh olimlar yoki juda maxsus sohaga, masalan, sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlar qaratilgan bo'ladi. Bu holda, agar siz bu tor mevzularga kirmasangiz,
loyihangiz qanchalik yaxshi bo'lmasin, arizangiz ko'rib chiqilmaydi. Shuning uchun dastur tasvini o'qiyotganda juda ehtiyot bo'lish kerak. 2. Favqulodda yordam dasturlari. Tabiiy ofatlar, suv toshqinlari, zilzilalar yoki epidemiyalar kabi favqulodda vaziyatlarda xalqaro hamkorlar tezkor yordam dasturlarini ishga tushiradi. Bu mablag'lar faqat jabrlangan hududlar aholisi yoki zaruriy xizmatlarni, masalan, tibbiy yordam, suv ta'minoti ko'rsatuvchi tashkilotlarga yo'naltiriladi. Bunday holda sizning g'oyangiz qanchalik yaxshi bo'lmasin, agar u favqulodda vaziyatga bevosita aloqador bo'lmasa, yordam olish imkonsiz bo'ladi. 3. Davlat siyosati bilan bog'liq cheklovlar. Ba'zan qabul qiluvchi mamlakatning ichki siyosati yoki qonunchiligi xalqaro yordamning ba'zi turlaridan foydalanishni cheklashi mumkin. Masalan, ba'zi sohalarga chet el sarmoyasini jalb qilishda qo'shimcha ruxsatnomalar talab qilinishi mumkin. Tuzoqlar va ulardan qanday saqlanish kerak? 1. Firibgarlik sxemalari bu eng xavfli tuzoq. Firibgarlar ko'pincha tezkor pul, kafolatlangan to'lovlar va'da qilib sizdan komissiya, soliq yoki hujjatlarni rasmiylashtirish to'lovi sifatida oldindan pul talab qilishadi. Hech qachon, takrorlayman, hech qachon xalqaro tashkilotlar yoki qonuniy fondlar sizdan avans to'lovini talab qilmaydi. Agar shunday talab qo'yilsa, darhol to'xtating va bu haqda tegishli organlarga xabar bering. Har doim rasmiy veb saytlarga murojaat qiling va telefon raqamlarini qayta tekshiring. 2. Murakkab ariza jarayonlari. Xalqaro grantlar va kreditlar uchun arizalar ko'pincha juda murakkab va batafsil bo'ladi. Bu sizdan biznes reja, moliyaviy hisobotlar, loyiha taklifi, shuningdek shaxsiy va tashkilotga oid hujjatlar kabi ko'plab ma'lumotlarni talab qiladi. Hujjatlarning har bir bo'lagi to'g'ri va to'liq to'ldirilishi shart. Kichik xatolar ham arizangizning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, bitta hujjatning yo'qligi yoki noto'g'ri formatda taqdim etilishi butun arizani bekor qilishi mumkin. 3. Bürokratik kechikishlar. Arizani ko'rib chiqish jarayoni uzoq davom etishi mumkin. Bu haftalardan oylargacha, ba'zan hatto 1 yildan ko'proq vaqtni talab qilishi mumkin. Sabr toqatli bo'lish va muddatlarni rejalashtirishda buni hisobga olish muhimdir. Doimiy ravishda murojaat holatini tekshirib turish, lekin juda tez aloqaga chiqishdan qochish kerak. 4. Ma'lumotlarning noto'g'riligi. Internetda yoki og'zaki ravishda tarqaladigan mish-mishlarga ishonmang. Har doim ma'lumotni dastur e'lon qilingan rasmiy veb saytdan yoki bevosita vakolatli tashkilotdan tasdiqlang. Noto'g'ri ma'lumotlar sizni noto'g'ri yo'lga boshlashi mumkin. 5. Loyihaning yaroqsizligi. Sizning g'oyangiz yoki biznes rejangiz xalqaro hamkorlarning maqsadlariga mos kelmasligi mumkin. Masalan, agar dastur atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan bo'lsa, sizning loyihangiz foyda olishga qaratilgan ish chiqarish loyihasi bo'lsa, u qabul qilinmaydi. Har doim dasturning maqsadlarini o'rganing va loyihangizni ularga moslang. Noaniq nüanslar, bir qo'shma moliyalashtirish, co-financing. Ko'plab xalqaro dasturlar sizdan loyihaning umumiy qiymatining ma'lum bir qismini, masalan, 10-30 ming o'zingiz moliyalashtirishingizni talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, sizda qandaydir boshlang'ich sarmoya yoki loyihaga kiritish uchun aktivlar bo'lishi kerak. Bu ayniqsa kichik loyiha tashabbuskorlari uchun to'siq bo'lishi mumkin. Biroq ba'zan bu o'z-o'zingizga qilinadigan mehnat, yer, asbob-uskunalar yoki mavjud resurslar hisobidan ham qoplanishi mumkin. 2. Barqarorlik va ta'sir. Xalqaro tashkilotlar moliyalashtiradigan loyihalar uzoq muddatli barqarorlikka va ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirga ega bo'lishini kutishadi. Ular shunchaki bir martalik loyiha emas, balki kelajakda ham mustaqil ravishda faoliyat ko'rsatishga qodir bo'lgan va jamiyatga foyda keltiradigan loyihalarni izlaydilar. Sizning loyihangiz tugagandan so'ng qanday rivojlanishda davom etishini ko'rsatishingiz kerak. 3. Shaffoflik va hisobdorlik. Agar siz mablag' olsangiz, sizdan mablag'larning sarflanishi haqida juda batafsil hisobotlar talab qilinadi. Har bir so'm yoki dollar qayerga sarflanganligi, qanday natijalar berganligi hujjatlashtirilishi shart. Shaffoflikni ta'minlash uchun kuchli buxgalteriya va hisobot tizimi kerak bo'ladi. 4. Salohiyatni oshirish. Ba'zi dasturlar nafaqat moliyaviy yordam beradi, balki o'qitish, maslahat berish, mentorlik qilish orqali sizning yoki tashkilotingizning salohiyatini oshirishga ham qaratilgan bo'ladi. Bu mablag'ning o'zidan ham qimmatli bo'lishi mumkin, chunki u bilim va ko'nikmalarni ta'minlaydi. 5. Geografik e'tibor. Ba'zi dasturlar ma'lum bir mamlakatning faqatgina ayrim viloyatlariga, tumanlariga yoki hatto qishloqlarga e'tibor qaratishi mumkin. Bu
Masalan, mintaqaviy notekislikni kamaytirish yoki qiyin hududlarni rivojlantirish maqsadida qilinadi. 6 siyosiy kontekst. Xalqaro moliyalashtirishning ustuvor yo'nalishlari global siyosiy va iqtisodiy vaziyatdan qattiq ta'sirlanishi mumkin. Masalan, biron bir mintaqada gumanitar inqiroz yuzaga kelsa, bu hududga yordam oqimi ko'payishi. Boshqa joylardagi loyihalar uchun mablag'lar qisqarishi mumkin. Bu esa arizalar uchun raqobatni oshiradi. Ushbu nuanslarni tushunish sizga jarayonni yaxshiroq boshqarishga va muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini oshirishga yordam beradi. Har doim ma'lumotni diqqat bilan o'rganing va shubhali takliflardan ehtiyot bo'ling. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, endi siz barcha muhim ma'lumotlarga egasiz. Lekin bu ma'lumotlar bilan nima qilish kerak? Qanday qilib bu imkoniyatlardan amalda foydalanish mumkin? Keling, harakatlar ketma-ketligini aniq va tushunarli qilib ko'rib chiqaylik. Bu qadamlar sizni jiddiy moliyaviy yordamga olib boradigan yo'ldagi kompas bo'ladi. Bir qadam, ehtiyojingizni yoki loyihangizni aniqlang. O'zingizdan so'rang, menga nima uchun pul kerak? Qanday muammoni hal qilmoqchiman? Qanday g'oyam bor? Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, qanday biznesni boshlamoqchisiz yoki mavjudini kengaytirmoqchisiz? Qanday mahsulot yoki xizmatni taklif qilasiz? Uning ijtimoiy foydasi bormi? Masalan, qishloqda organik dehqonchilikni yo'lga qo'ymoqchiman yoki ayollar uchun qo'l mehnatidan tayyorlangan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kichik sex ochmoqchiman. Agar siz talaba bo'lsangiz, qaysi sohada va qaysi mamlakatda o'qishni xohlaysiz? Nima uchun aynan shu soha va shu universitet? Bu o'qish sizning kelajagingizga qanday ta'sir qiladi? Masalan, Germaniyada qayta tiklanuvchi energiya bo'yicha magistrlik darajasini olmoqchiman. Agar siz ijtimoiy faol bo'lsangiz, jamiyatdagi qaysi muammoni hal qilmoqchisiz? Kim yermagan? Kimga yordam bermoqchisiz? Qanday loyiha orqali? Masalan, yoshlarning atrof muhitga bo'lgan ongini oshirish bo'yicha seminarlar tashkil etmoqchiman yoki nogironligi bor bolalar uchun inklyuziv ta'lim markazi yaratmoqchiman. Maqsadingiz qanchalik aniq bo'lsa, uni amalga oshirish uchun kerakli dasturni topish shunchalik oson bo'ladi. 2 qadam, keng qamrovli tadqiqot o'tkazing. Bu eng muhim qadamlardan biri. Rasmiy veb-saytlar. Har doim xalqaro tashkilotlarning rasmiy veb-saytlariga murojaat qiling. BMT agentliklari WWBON deb edi. Jahon banki WWBON deb Yevropa edi. GIZ WWD dedi. Giga ko'p va boshqalar. Bu saytlarda ular moliyalashtiradigan loyihalar, grant dasturlari, stipendiyalar va tegishli mezonlar haqida eng ishonchli va dolzarb ma'lumotlar joylashgan. Hukumat portallari, mamlakatingizdagi tegishli vazirlik va idoralarning veb-saytlarini tekshiring. Masalan, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, qishloq xo'jaligi vazirligi, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, moliya vazirligi. Ko'pincha xalqaro dasturlar aynan shu vazirliklar bilan hamkorlikda amalga oshiriladi va ular o'z saytlarida e'lonlarni joylashtirishadi. Mahalliy nodavlat notijorat tashkilotlari NNT. Ko'plab NNTlar xalqaro hamkorlar bilan birgalikda ishlaydi va ularning loyihalarini joylarda amalga oshiradi. Ular sizga bevosita yordam berishi yoki to'g'ri yo'nalish berishi mumkin. Mahalliy NNTlarning veb-saytlarini va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzating. Ayrim davlatlarning O'zbekistondagi elchixonalari ham o'zlarining kichik grant dasturlarini yoki madaniy almashinuv dasturlarini taklif qilishadi. Ularning veb-saytlarini ham ko'rib chiqing. 3 qadam, mezonlarni diqqat bilan tushunib oling. Topgan dasturingizning har bir talabini va shartini mulohaza bilan o'qing. Kim ariza bera oladi? Yosh, jins, hudud, fuqarolik, kasbiy malaka tashkilot turi, qanday loyihalar moliyalashtiriladi, sektorlar, maqsadlar, kutilayotgan natijalar. Qancha miqdorda moliyalashtirish mumkin? Minimal va maksimal summalarni bilib oling. Qanday muddatlarda amalga oshirilishi kerak? Loyihaning boshlanish va tugash sanalari, hisobot topshirish muddatlari. Qanday hujjatlar talab qilinadi? Har bir hujjat ro'yxatini to'liq bilish kerak. Agar sizning loyihangiz dastur mezonlariga mos kelmasa, vaqtingizni bekorga sarflamang. Boshqa dasturlarni qidiring. 4 qadam. Zarur hujjatlarni tayyorlang. Bu jarayonning eng mashaqqatli qismi bo'lishi mumkin. Biznes reja, agar biznes loyihasi bo'lsa, u aniq, tushunarli, real va raqamlar bilan asoslangan bo'lishi kerak. Bozor tahlili, marketing strategiyasi, moliyaviy prognozlar va risklarni boshqarish rejasini o'z ichiga olsin. Loyiha taklifi, project proposal,
Bu sizning g'oyangizni, maqsadlaringizni, faoliyat rejangizni, kutilayotgan natijalarni va byudjetni batafsil tushuntiradigan hujjatdir. U qisqa ammo mazmunli bo'lishi kerak. Moliyaviy hisobotlar, agar mavjud biznesingiz bo'lsa, so'nggi yillardagi moliyaviy hisobotlaringiz, foyda va zarar hisoboti, pul oqimlari hisoboti talab qilinishi mumkin. Shaxsiy hujjatlar, pasport nusxasi, diplomlar, sertifikatlar, CV, rezyume, motivatsiya xati, tavsiya xatlari, ayniqsa stipendiya dasturlari uchun. Tashkilotga oid hujjatlar, agar yuridik shaxs bo'lsangiz, tashkilotning ro'yxatdan o'tganligi haqidagi guvohnoma, ustav, bank rekvizitlari va hokazo. Barcha hujjatlarni so'ralgan formatda, masalan, PDF va kerakli tilda, ko'pincha ingliz tilida tayyorlang. Xato va kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun har bir hujjatni bir necha marta tekshiring. 5 qadam. Tarmoqlanish, networking va maslahatlar. Axborot sessiyalarida qatnashing. Xalqaro tashkilotlar ko'pincha o'z dasturlari haqida axborot sessiyalari o'tkazadi. Ularda qatnashish sizga bevosita savol berish va qo'shimcha ma'lumot olish imkonini beradi. Xalqaro tashkilotlarning mahalliy vakolatxonalari bilan bog'laning. Ularning xodimlari sizga to'g'ri yo'nalish berishi mumkin. Muvaffaqiyatli ariza berganlar bilan bog'laning. O'tmishda shunday yordam olgan insonlar bilan tajriba almashish foydali bo'lishi mumkin. Ularning maslahatlari qimmatlidir. Konsultantlardan yordam so'rang. Agar sizda hujjat ijod ishlari bilan bog'liq qiyinchiliklar bo'lsa, loyiha takliflarini yozishda tajribali konsalting firmalardan yoki mutaxassislardan yordam so'rashingiz mumkin. Lekin albatta ularning ishonchliligi va obro'sini tekshirib ko'ring. 6 qadam: arizani to'ldirish va topshirish. Diqqat bilan to'ldiring. Onlayn ariza shakllarida har bir bo'limni e'tibor bilan to'ldiring. Imloviy va grammatik xatolarga yo'l qo'ymang. Muddatlarga rioya qiling. Ariza topshirishning oxirgi muddatini qat'iy nazorat qiling. Oxirgi daqiqaga qoldirmang, chunki texnik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Arizani muddatidan ancha oldin topshirishga harakat qiling. Nusxalarni saqlang. Har doim topshirgan arizangizning va barcha hujjatlarning nusxalarini o'zingizda saqlang. 7 qadam: keyingi jarayonlar uchun tayyor turing. Intervyu, agar arizangiz ma'qullansa, sizni intervyuga taklif qilishlari mumkin. O'z loyihangizni, maqsadlaringizni va moliyalashtirishdan nima kutayotganingizni aniq tushuntirishga tayyor bo'ling. Qo'shimcha so'rovlar, qo'shimcha hujjatlar yoki ma'lumotlar so'rashlari mumkin. Ularni tezkorlik bilan taqdim etishga tayyor bo'ling. Rad etilishga tayyor bo'ling. Rag'bat juda yuqori bo'lishi mumkin. Agar arizangiz rad etilsa, tushkunlikka tushmang. Rad etish sabablarini bilib olishga harakat qiling va kelajakda undan saboq oling. Harakat qilishdan to'xtamang. Bu amaliy qadamlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish. Sizning xalqaro hamkorlardan moliyaviy yordam olish imkoniyatingizni sezilarli darajada oshiradi. Unutmang, bu jarayon mashaqqatli bo'lishi mumkin, ammo natijasi bunga arziydi. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz do'stlar. Bugun men sizga xalqaro hamkorlardan keladigan moliyaviy imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Ko'rganingizdek, har bir kishiga to'lov deganda shart-sharoit beriladigan bepul pul emas. Balki turli xil ehtiyojlar va maqsadlarga ega bo'lgan ko'plab insonlar uchun mavjud bo'lgan keng, qamrovli moliyaviy yordam va imkoniyatlar tushuniladi. Bular grantlar, imtiyozli kreditlar, stipendiyalar va texnik yordam shaklida bo'lishi mumkin. Bu haqiqiy imkoniyatlar, ammo ulardan foydalanish uchun sizdan jiddiy izlanish, faollik, intiluvchanlik va hujjatlarni to'g'ri tayyorlash talab etiladi. Firibgarliklardan ehtiyot bo'ling. Faqat rasmiy va ishonchli manbalarga tayanib ish ko'ring. O'zingizning g'oyalaringizga ishoning, qadam tashlashdan qo'rqmang va harakat qiling. Zero, hech qanday muvaffaqiyat harakatsiz erishilmaydi. Bu imkoniyatlar mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun ulkan salohiyatga ega. Sizning har bir harakatingiz nafaqat o'zingizga, balki butun jamiyatga foyda keltirishi mumkin. Fikringizni sharhlar bo'limida yozib qoldiring. Siz bunday dasturlar haqida eshitganmisiz? Ulardan foydalanganmisiz? O'z tajribangiz bilan o'rtoqlashing. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizga doimiy ravishda dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va har doim oldinga intiling.